kumush tasbeh ko'rganman aka, tillasini qo'limda ushlab живой birinchi marta ko'rib turibman aka. Faqat videolarda ko'rganman. Gapi yo'q ekan. Keyinlarda hadya bo'lgan aka. Hadya bo'lgan. Rosa chiroyli ishlangan ekanda aka. Men mana ichidagi ana ipmi deb o'ylasam, uni ham tilladan to'qishgan ekanda. Ha, shunaqa. Gapi yo'q ekan aka. Buni tillar narxi ancha arzon tushgan-ku, lekin buni aka izdeladan ham qimmatroq hisoblab beraman. Oxirida hisoblaymiz buni. Xo'p, mana bu yerda keyin ikkita tsepotchkangiz bor ekan. Bittasini kuloni ham bor ekan. Holati bunda ham yaxshi ekan. Buni ham izdela hisobda olib qolaman. Narx-navo ancha tashagan lekin. Xo'p, men bu uzugingizga 22 ayar deb yozib qo'ygan. Turkiyadan olganmiz deyman-da buni, oke. Shunaqa. 22 karatda bu 916 proba bo'ladi. Bu lekin ancha qimmatroq bo'ladi. O'z hayron bo'ldim, rangi ham sariqroq. 1 million 400 dan qilib beraman 1 grammini. Rangi anaqa sariqligini sababi tillasi ko'p tarkibida o'shaning uchun. 91% tilla bor-da. Hop, qarang. Izlingizdan boshlaymiz. Qarang, 15 u 61 aka. Hop. Lomba 850 dan olib turibmiz. Buni izlanglar bo'lganiga 585 pul 900 mingdan qilib beraman aka. Tillar narxi ancha tashaganda 14 million 49 ming chiqyapti. 14 million 50 ming sam uyat bo'lar aka. 14 million 100 qilib beraman. Hop, keyin mana buningizni 1 million 400 dan dizim grammini. Hop, 251 1 million 400 dan. 3 million 514 ming chiqyapti. 3 million 550 ming qilib beraman. Keyin endi mana braslet tasbehingiz qoldi. Braslet nima? 1467 ekan. 14 million 670 ming chiqadi. 15 million qilib olamiz, tekis qilib. Aka 1 milliondan tushadi shunda grammi. 1 milliondan bo'lganda 14 million 670 bo'ladi-da. Ana qo'shib berdim yana aka. Yaxshi narsa deb xolos. Hop, qarang, 15 million plus 14 million 100 ikkita tsepotchkangiz. И uzugingizni 3 million 550 ming qilib beraman-da. Plus 3 million 550 ming. Общий summa 32 million 650 ming bo'ldi aka. Bo'ldi aka, ma'qul. Rozimisiz aka 32 million 600? Tillar ancha tushib qolganda lekin aka, shunday ham qimmatroq hisoblab berdim sizga. Ha, lom 850 ming bo'lib ketib qoldi. Hop, bu yerda 20 million, mana 10 million 30 million bo'lsa, men sizga yana 2 million 650 ming berishim kerak. Mana aka, bu yerda 2 million 650 ming kelishilgandi. Bo'ldi aka, rahmat. Narsalarimizni qo'lga olib kelaman. Sog' bo'ling aka, charchamang. Xizmat biz shu yerdamiz aka, bemalol keling. Hop. Agar sizlarga ham shunaqa tillaylar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlar sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.